Endi sizlar bilan hozir biza qanaqa qilib SMS-lashsa bo'ladi o'sha tovar zakaz qilgan odaminglar bilan. Hop, buning uchun mana pastdagi сообщение 3 ta nuqtali сообщение belgisiga kiramiz. Bu yerda mana men nechta do'kondan, qaysi do'konlardan tovar zakaz qilganlarim chiqib turadi. Misol uchun mana bu tovarga kirdim. Mana men bu do'kondan sumka zakaz qilganman. Sizlar xuddi mana bu yerga, mana shu joyga xohlagan narsalarni yozib, o'sha agarda birorta muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerga yozib sizlar o'sha do'kon bilan gaplashishinglar mumkin bo'ladi. Endi menda buning uchun ehtiyoj bo'lmaganligi uchun o'sha bu sumka meni qo'limga yetib kelgan. Muammo bo'lmagan va gaplashmaganman. Agar gaplashmoqchi bo'lsanglar, avval перевод dasturiga sizlar SMS yozasizlar-da. Misol uchun перевод dasturiga kirasizlar-da. Mana перевод dasturiga kirib, Google'dan переводчикda o'zbek qildim. Mana bunisini o'zgartirib turamizda. Китайский украшение. Demak, bu yoq o'zbekskiy bo'ldi. Bu yerga masalan mana tovarimni tezroq yetkazib bering, iltimos. Mana yozdim. Ko'rib turganingizda pastda mana tarjima qildi. Endi buni ustiga bosib, mana bu yozuvni ustiga bosib tursanglar, mana kopировать qilib, endi tovoga qaytib stavить qilsanglar, mana tovarni tezroq yetkazib beriladigan yozuv chiqadi va uni sizlar mana bu chekadagi to'rtburchak oranjevini bosib jo'natasizlar va ular sizlarga javob qaytaradi.